Yemen erkinchilikda bozor. Paylama savdo bo'lmayapti bu yerda, paylama savdo. Yaxshi bozor, mana Asa dehqonlar kelib oladigan. Boqqa buqalar ko'p chiqadi bega. Qancha berdi? 23 million 600 mingga sotildi. Sotildi. Yo, mana o'zi sotilibdi. Sotildi. Birinchidagisi. Mana shu amakimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Yemen erkin savdoga sotdik. Mana. Raza like bosib gaplar bo'ldi. Rahmat amaki. Assalomu alaykum hurmatli Norin Chorvoz obunachilari hamda chorva ishbozlari. Bugungi syomkamiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay chorva bozoridan bo'ladi. Bugungi bozor narxlarini sizlarga sekin yoritib beramiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Mana biz sekin boshlaymiz. Bozorda eng kichkina novvosidan eng katta novvosigacha bir boshdan syomka qilib sizlarga tanishtiramiz narx-navolarni. Olmaylar. Olmaylar. Assalomu alaykum. Necha oylik aka bu qacha? 2 oylik. 2 oylik. Nech pul deyapsiz buni? Bozor narx qildimi? Qilyapti. 13,5 qilyapti bozor. Mana bo'ylari 90 kilosta. 2 oylik bu qacha. Bo'tga kirgan aponli bu. 100%. Sog'lomligi ham mana ko'shanib turibdi, sog'lom. Bellari ham yo'g'ongina rosa boqadigan ekan. Onun 13,5 ga bermayapsiz. Nech pulga berib yuborasiz? Bo'lsa sotaman. Mana 13,5 ga savdosi qizib turibdi ekan, ozgina qo'shsa berib yuboramiz deyapman. Aka, bo'zaylar necha oylikdan necha oylikgacha bular? Biza boqamiz. Nech puldan nech pulgacha bular? 16 dan bozori mana eng kichkina buqachalari 12 milliondan 16 milliongacha ekan mana. Uning bo'ylari 80 chiqsa kerak eng kichkinasi. Ana yo'lajin. Nojimmi bu? Ya shuni sherigini 8 ga Nojin ekan. Sizlar men kiloimda farqi bor, o'smagan ular. Endi baribir dedi, men savdomi 20 kilo, siz 75 kilo deb 8 kilo. Yo'q, o'sha farqiga ana bo'lyapti. Aka,
Ben 200 bin verdim. Neç pul beryapti? 10 million? Hadi yanlarsın. Boş 15 bin. Şu xunojin 10 millionga berilmayapti ekan. Narxlar ancha oshib qoldi. Qo'ylar 1 metr pilisda. Neç pul bo'lyapti buni bozor aka? 13,5 ga berilmayotgan bu qochaman. Assalomu alaykum. Olib qo'ysa nima o'zimizni xalq ko'rar. Mana shu savdosi rosa qizyapti. Norin chorva aka. Qo'ylari 1.5 kilosta. Onu çağırmayı beğenmem. Neç pul bo'lyapti aka bu? Yo'q, 13,5. Bunisi ham 13,5 ga berilyapti. Uni yetib balandroq ekan bunisi. Sotildimi? Yo'q, sotdi. Nechi puldan bular? Novvasmi? Bittasi yo'q. Buni o'chab ol. 15 milliondan ekan shu buqachalar. Bittasi. Usamisiz? Bu nechi pul bo'lyapti aka? 13 million. 13 million. Ga bermayapsiz. Necha bor? Ancha bor ekanda. Qop-qora ekan bu. Bu qanday shoh bo'ladi? Yo, shoh bo'lsa yaxshi, bo'shab ketmaydi. Ha. Sen 13 millionga berilmayotgan bu qamiz. Oldingizmi? Oldingizmi? Yo'q, bermadi. Qo'ylari biron chiqib qoladi buni. Abjon so'rasiz. Alon aka, salashiba? Ko'tariladimi hali ham 13,5? 15 ga chiqdi. Serik. Ya pishib qolibdi aka, pishib qolibdi hozir. Nechi pul deyapsiz aka, sotildimi? Yo'q, sotyapmiz. Nechi pul? Blogerga 500 ming kamaytiradi, 16,5 ga. Xo'p. 16,5 ga ham bor ekan. Bozor qancha qildi buni? 15 beribdi, 15. 15 el. Shved. Limuzinga ham o'xshaydi, uzunligi buni. Yerga ham pishgan go'shtlar. Bo'ylar, yana zo'r o'qot. Qaysi kanal endi? Norin chorva aka. Nechi pulga sotib yuborasiz buni? Bu xohlasa chipchiq qo'shganga sotaveramiz. Nomer aytib qo'ying-da. Qanchalik? Ha. 95lik 218 1970. Bo'ldi, mana aloqaga chiqsanglar, mabodo agar Yaxshi.
kimgadir nasib qilgan bo'lsa, Yig'lashdan qolgan, onasidan ajrashdan qolgan. shuni savdosi bo'lyaptimi? Necha pul bo'lyapti? 19,5 ga berilmayapti. 19,5 ga berilmayapti shu buqa ham. Bir 10 plyusda. Bermadim 19,5 ga. Necha pul aka bu buqacha? Necha pul bu? 18 ham. Bozor savdo qildim. 14 ga chiqsa ekan. Ana bu buqachalar. Bular necha puldan aka? Bozor narx qildimi? Mana sifatli narsalar ekan. 18,5 dan kam bor. Ishyapti. Necha oylik? 6-7 oylik shekilli bunisi. Nomin aytasizmi yo sotib yuboramizmi? Sotilib ketami? Necha pul buni narxi? 20 million kam bor. Hamma sizdanmi aka bular? Bunisi necha pul? 20 kam. Bunisi ham 20 kam bor ekan. Bir 10 plyusda bular, bir 15 ham chiqadi bunisi. Necha pul so'rayapti buni? 16,200 qilyapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz olajaqsiz, charchab turibsiz. Uyingizda o'tiravermaysiz, ko'rsatib qo'yadi. Ko'rmabman-da, bilmabman. Olgan chiqdingizmi? Ha. Sotdingizmi paketganingizni? Ha, sotdim. Beryapti. Ha, yaxshi. Kimdan ekan bu qola? Kongrega mana. Bu yoqdan. Necha puldan bular? O olagachami sizniki? Necha? Mana shu Shvedtondan yosh qoragacha. Oldingizmi? Necha pulga ketdi bu? Ha? 14 ga beryapti. Mana shu Shveddan qoragacha bo'yi 1.15 dan 1.25 gacha.
Bakma bu qolar 19 milyondan 24 milyongacha. Qorasi kattasi 24 milyon ekan. Sotildimi? Endi keldik. Nechi pul bu? 15 tanga. 15 milyon kam bor. Shunisi savdo bo'lyaptimi? Nechi pul? On sakkizdan kam bor ekan shu buqalar. O'ylari 20 chiqib qoladi. Nechi pul beryapsiz bunga? Mana shu olasi 18 ga beriladi. Nechi pul aka bu buqacha? Savdo qildimi buni? 21.8 qilyapti. Mana aytilish 24, 21.800 mingga beryapti. 350 kilo oshiroq chiqib qoladi. Buni ham aka sifati bor, hayot qo'li Ya, 300 kilo oshib chiqadi aka. 350 kilo chiqadi? Chiqadi. Qaysi shunisi yoqyapmi Akmal aka? Mana shunisi yoqyapti. Pul berdingizmi? Endi beraman desam yo'q, savdo qilib indamay turibman. Raza boqadigan ekan. $24 milyon aytilayotgan bu qo'sh mana 125 kilosida 400 kilo oshig'i bor buni. Mana bu yoqqa kelma, chekkaga. Xo'p. Buqalar nechi puldan nechi pulgacha aka? Qancha menga? Kilogramgasi. Ha, mana. Haqi olib kelgan ma'lumotini bering-chi. Yurasiz aka. Bozorga chiqyapsiz-ku. Uyalmasdan. O'zimiz olmang-a. Ha, o'z olmayman. 22 dan. Nechtasi bayda? 4 ta. Mana bular 22 dan gapiravering. Mollar zo'rda, ko'ring shuni. Ko'rsataverasiz, gapiravering. Mana. Kim olib chiqadi? Norin chorva o'z deb chiqadi. Norin chorva. Ha. Oldidan ham ko'rsatib qo'yaman mana. Ko'rsatib qo'ying oldindan. Bo'lmagan, shalaq falan Qopqoson mollar. Ikonlarni hammasini olgan. Kallalari ham chiroyli ekan. Ashe dahshat mollar.
Qolib ketmasin. Qolmaydi, qolmaydi. Mana orqadan ko'rishlar. Ikkalasi 22 dan, bu ikkalasi 20 dan. Zo'r. Ham nomeringizni ham aytib qo'ymadingiz-da. Ayting nomeringizni. 50lik, 500lik, 25, 82. Mana aloqaga chiqsanglar, faqat novvosma shug'ullanasizlar. Har doim bo'lar ekan. Uch-to'rt safardan uyalmay qolasizlar. Bu yog'i kimdan endi? Sizdanmi? Savdo bo'lyapti. Mana. Aka ko'ram. Qaysi biri savdo bo'lyapti aka? Mana uchalasimi? Ha. Necha puldan bo'lyapti? 17 million 300 mingdan. Bermayaptilar. Ha. Bermash kerak. Shuni bir olib qo'ying. Shuni siz bir qo'lashingiz bor. Ayol o'lim achkishini aka. Bir oqtomda achkishini Hozir bildirmay olib qo'yaman o'ziga. Bo'ldi. Bir oqtomda akalari bor aka. Shu mashin tushib kelishlarni so'raymiz. Ha. Necha puldan berib yuborasiz bularni? Bilan bir 18 dan bo'lsa berib yuboraman hoji aka. 18 dan bo'lsa Bu yog'i ham sizniki? Hammasi. Bularni sotdi aka. To'ralasini ham? Ha. Necha puldan sotildi bular? 19 milliondan sotdim bularni. 19 milliondan shu to'ralasi sotilibdi. Uchalasi 17 million 300 mingdan bermayapti. Ko'tarilib qolibdi ancha narxi. Zo'r. Nomeringizni aytib qo'ying. Ko'rinmaysiz. 8lik. Aytavering. 356 99 97. Doim sizlarda bo'ladi. Bozordan tashqari holatlarni ham telefon qilishsa, Bo'ladi. adres qayerda? Lolada. O'zimiz Namangan viloyati, Lola shahrida. Mana hamma bozorga chiqasizlar, sizlar. Hamma bozorga chiqadi. Eng arzon bozor oluvchi uchun-da, dehqon uchun qaysi bozor deb o'ylaysiz? Qo'g'ayda. Qo'g'ay. Qo'g'ay. Mana Ham hayvon ham ozg'in, ham odamlar ham yaxshi. lekin mana dehqonbop bozor kelsanglar, bu yerda aksariyat faqat shunaqa boqma buqalar chiqadi. Hali katta qimmat mollar, norinchor bo'lsin. Qimmat mollar juda kam chiqadi. O'shaning uchun bu yerda ko'pincha dehqon savdo qiladi. Mana dehqon olish maqsadida bo'lib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol kelsanglar, lokatsiyasini Telegram kanalimizga joylab ketamiz. Kommentariya bo'limiga kirsanglar, top qolasizlar mana. Bemalol mol olish uchun kelsanglar, eng arzon bozor mana shu Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay shahrida joylashgan. Qo'g'ay chorva bozori. Rahmat aka. Bular necha puldan aka buqalar? Yo, necha puldan, necha pulgacha? O, ko'kkachami? Aytavering, sotadigan narxingizni ayting. 24 milliondan aytyapti. Mana o'yinda mana. Aka, ular chiqarib Yo'q, gapiraverasiz. 24 milliondan narx aytyapmiz. Gapiravering aka. O, xalqimiz ko'rsa keladi-da aka olgani. Gapiravering, ha. Munchadan Nima deb gapiraman? 24 dan kam bor. Bozorda kim savdo qilsa gapirasiz. Gapiravering. Nima deb gapiraman aka? Ha, menchadan menchagacha. 24 milliondan narx aytyapmiz. Hammasiga. Mana 24 milliondan shu mana shu buqalarimiz narx aytilyapti. Kami bor albatta. Hammasi boqishga tayyor bo'lgan buqalar.
Mana şeygacha. Keyin Eldor aka, teng. Mana. Qo'ylari 120 da. O'g'lari. Ash beling ham sotildi. Hech puldan sotildi bular. Hech puldan sotildi. Aka nech puldan ketdi bular? Nech puldan sotildi bular? Bilmas aka. Nech puldan ketdi? Bilmay qoldim. Nech puldan sotildi bular? 17,5 dan sotildi mana shular hammasi. Tabiiy sekin mana yiriklashib boraveradi. Ular nech puldan nech pulgacha ekan sizdanmi? Yo'q, tomoshabin, ovozlar ko'ryapsiz. Kimdan ekan? Kimdan ekan bu ovozlar? Sizdanmi aka? Sizdanmi bu? O'sha sotildimi? Nech pulga sotildi? 23 milyon 600 ming. Ikkiga chiqarasizmi? Qachon? Bugun. 23 milyon 600 mingga shu buqamiz sotilibdi. Yana ham olayım deb chiqarsa bir o'zim ko'raman. Oling nashakan. YouTube'ga chiqaring. YouTube'ga chiqing. Gapiraverasiz bemalol aka. Nima deb gapiray? O'sha hol gapiraverasiz. Mana. Shu YouTube'ga oling. Eng arzon sifatli bozor Qo'g'ayda bo'lyapti. Mana Qo'g'ay bozorida. Yemen erkinchilikda bozor. Paylama savdo bo'lmayapti bu yerda, paylama savdo. Yaxshi bozor, mana dehqonlar kelib oladigan boqma buqalar ko'p chiqadi bega. Qancha berdi aka? 23 milyon 600 mingga sotildi va sotildi. Yo, mana o'zi sotilibdi. Sotildi. Birinchidagisi. Mana shu amakimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Yemen erkin savdoga sotdik. Mana. Raza like bosib gaplar bo'ldi. Rahmat amaki. Asha bolalarni ham gapirdim ya, o'sha bu mashinasi olaman shu. Bo'ldi. Asha egasi shekiliga o'rni ovoz. Sizdanmi bu qo'lar? Sizdanmi? Sizdanmi? Nech puldan bu? 25 dan keldi. 25 milliondan kelgan bu. Qo'ylar hammasiniki 120 plusda. Ha. Besi ham 300 kilo plus chiqaveradi hammasi. 25 million kami bor. İşte bunu sotilgan. Mana shunisi 23 million 600 mingga sotilibdi. Shunaqa. Yo'q, bo'ymish o'tirib. Aka sizlardanmi bu pochalar? Ular ham sizlardanmi? 15 dan. 15 dan. Nech pulgacha bular? To'ralasi ham 15 danmi? Mana 15 milliondan kam bor ekan to'ralasi. Bu sement ha? Sement alma bu? Nech pul ekan bu?
23 million. Necha oylik aka u? Necha oylik u? Bilmayman aka. Yigirma 3 million bo'yi 1.10. Sotildimi? 21,5 olgan ekan. Bitta ko'zi ko'rak ekan. Aytarak ketadi. Bu savdo qilyapti. O'shancha arzon aytayotgan ekan. Hozir sotib olaman. Qaysini? Aka o'zi. Bular siznikimi aka bu qo'lan? Bu 2 oldi. Nech puldan bular? 16 million 200 dan bera olamiz. Mana sifatli toza bu qo'lan. 16 million 200 mingdan. Kami bor-a? Ha? Kami bor-a? Kami bor. Ular sizdanmi aka? Yo'q ekan. Aka nech puldan bu qochalar? Ikkoviga o'zi 45 ga. Hammasi sizdanmi o'zi? 22,5 dan ekanda. Bo'ylari 1.10 kilosa? Ha. Qirg'iz shekli bular-ku. Go'zal aka. Qirg'iziston bu qoladi. Menmi? Sifatlari ham, tuyoqlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Ovorib boqsanglar baraka topadigan bu qochalar. Telefon nomeri aytaylik aka. 91 486 88 66. Aloqaga chiqsa sizlarda doim bo'ladi. Ayol toycholar ham. Qashqalarmi? Norinchorov aka. Norinchorov? Ha. Bu toylar nech puldan? Amaki, toylar. Nargis 15, bunisi 20. Erkakmi ekalasi? Bu sarig'achi, nargisi sarig'i erkak ekan. Nargi 1 yashar. Buchi? Nargischi? Bunisi 1 yosh ekan. Bunisi 7 oylik ekan. Bunisi erkak ekan. Nech puldan bo'lsa sotib yuboramiz bular? 15 qorasi. 13 qizili. Ko'zlardan 15 million qorani aytsa, 13 million sariq erkagiga narx aytyapti. Bu tuqqanmi bu? Yo, 1 yoshga endi bo'lyapti. Mana endi model o'qigan endi. Ha. 7 yoshga kiradi. Telefon nomeringizni aytib ketingchi. 99 011 96 38. Yana bormi ot? Onalari bor. Otga qiziquvchi akalarimiz bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqsanglar. Amakimizda ot bor ekan, sotiladigani ko'p ekan. Rahmat amaki. Mana. Endi katta buqalarga o'tamiz. Sizdanmi bo'ldi? Olasini? Ola ikkita olasan. Bittasini olib chiqib. Necha pulga oldingizmi? 50 million 300 ming. Ikkitasini. Ha. 400 kilo oshiq olsan. Ha, oshiq.
Oşu. 400 kilo oşu. 50 million 300 mingga mana. İşte. Do'qonlar bor. Yaxshi narsa olsa yo'g'on narsa. Ha? Yo'g'on narsa ekan. Ha, yo'q. Necha pul bo'lyapti bu aka? 26 ga bermadingiz a? Tarazgachi. Tarazga emas, oyog'icha 26 millionga bermabdi. Bo'ylari 1.25 plus. Es 450 kilo plus minus chiqaveradi. O'zi necha puldan necha pulgacha bo'lar aka bu qo'la? Necha puldan necha pulgacha bo'lar? Bu yo'q, suyuq 27 milliondan kam. Qo'yi suyuq 27 milliondan kam bor ekan shuni. Ichida ola sotilgan. Yanında. Kimdan ekan bu buqa? Sizdanmi? Necha pul deyapsiz? 26 kam. 26 kam. Boqmay ekan a? To'rt kilo oshiqroq yesi bor buni. Yeb qoladi. Tortilga yo'qmi? Tarozga yo'q. Faqat oyoqda. 26 million kam bor ekan. Bo'ylari 1.30 Tilus. Uzunroq olsa gene. Bunisi necha pul ekan? Sizdanmi aka bu? Bular savdo bo'lyaptimi hozir? Necha puldan bo'lyapti? Cheki gap chiqyapti ekan a. Hozir bu qo'larim savdo bo'lyapti ekan. Aka yiyish. Necha pul savdo bo'lyapti? Yine 5,5 dan bermayaptimi ekan? Ikkalasi. Yine 5,5 ga shu qora buqa berilmayapti. 450 kilo olsa. Bu Shved necha pul aka? Bilmaysizmi? Sotildi bu. Sotildimi? Necha pulga? Qancha sotildi? 100 mingdan kam 28 dan. 100 ming kam 28 millionga sotilibdi shu Shved buqa. Qayerda? Bozor desak. Zo'r. Bu savdo bo'lyaptimi aka? Savdo bo'lyaptimi? Yo'q, bu ikkitasi. Bu necha pul bu? Buni 28 ga. 28 hamma yo'g'i kelishgan boqma buqa. 28 kam bor-a? 25 ga bermayapsiz. Bo'ylari 1.30 plus 1.35 ham chiqadi. Kuragi chiqmagan hali buningizni. Kurak chiqmaganmi? Rasa boqqani tayyor ekan. Ikkita kurak chiqaribdi. Zo'r.
Mana bu. Barcha chiqarma. Bu shuni savdosi bo'lyapti. Necha pulga? Chupini so'rashing. Buni jupi qaysi? Ha. Shu buqa bilan mana bittasi bu. Bittasi mana sariq buqa ekan. 47 million baho bo'layotgan, ikkalasiga berilmayotgan. Bittasi bu. Bittasi shu sher ekan. Sizdan ekan ovoz? Necha pul? Iskan bor. Bozor narx berdimi? Ha? 21 million savdo ko'ribdi, shu bozor ko'ribdi, berilmadi. Bu ham rosa boqma bu ekan uzun. Kimlarga sizdanmi? Mana onlardan savdo bo'ldi. Necha pul savdosi bo'lyapti? 22 million 100 bo'lyapti. Ya'ni bo'zagi mana kuraychi chiqarmagan. Yirmi 22 million 100. Mana shu bilan buqalarimiz syomkasi tugadi. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Ko'rgan vaqtinglarga rozi bo'lib qo'yinglar. Bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Rahmat.